men kuydirganini galaktika ketib qo'ydim. Yili necha ekan? 2008. 2008. Xotirgandan keyin sal bo'shatib qo'yish kerak ekan, havo chiqishi. Qancha yurgan ekan? 150 ming yurdi. 150 ming yurgan. Hop, kraskalari yo'qmi? Kraskasi petnosi bor. Petnolari bor, ha. Salonni ko'rsataman. Salonlari Qo'ymagan. Sidinalar yaxshi holatda turibdi. Telefonlari bor. 2 million. Aka, narxini qancha aytyapsiz? Narxini 70 million degan. Narxi 70 million. Narx aytilyapti. Tirikchilikmi yo dehqonchilikmi? Qanchalik o'zimizniki. Mashina o'zlaridan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 99lik. 99lik 186 186 26 85 orqasini berishim. 26 85. Hop, mana 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. 158 ming kilometr yurgan. Hop, konditsioner bor. 4-pokoleniya metan qo'yilgan. Hop, knopkalari yaxshi holatda turibdi. Salonlari rul chambarak rol qo'yilgan, magnitofon bor. Mexanika korobka. Sidinalari yaxshi holatda turibdi. Qimmat polik qo'yilgan. Orqalarini ham ko'rsatib yuboraylik. Aka, telefon nomer aytasizmi? 91lik 91lik 581 581 24 54. 24 54. Hop, mana yana bitta Gentra. Aka, buni yili necha? 2022. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Dekabr 16. Hop, qancha probeg yurgansiz? 8 km. 8 kilometr yurgan ekan. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Hop, knopkalari yaxshi holatda. Kojinli chixol qo'yilgan ekan, polik, qimmat polik qo'yilgan. Magnitofon yo'q. Avtomat korobka. Xullas, salon luk bor. Salon ideal holatda turibdi. Aka, narxini qancha deyapsiz? 220 deyapmiz. 220. Qanchalar bo'lsa berasiz? 210 bo'lsa beramiz. 210lar bo'lsa. Telefon nomeringizni aytasizmi? 90lik 90lik 267 267 48 76. 48 76. Aka, Cobalt qancha tushdi? Aka, Cobalt yili necha? 20. 2020-yil ishlab chiqarilgan Cobalt. Hop, necha probeg yurgan? 42 ming kilometr yurgan. Hop. 4-pokoleniya metan, konditsionerlari bor. ABS'lari bor. Salon yaxshi holatda turibdi, qimmat poliklar qo'yilgan. Sidinalari yaxshi holatda turibdi.
Xo'p, zapas balonlari yaxshi holatda turibdi. Metani 90 talik metan qo'yilgan. Aka, narxini qancha deyapsiz? 150 deyapmiz. 150 million. Qanchalar bo'lsa berasiz? 4 so'rab. Ikkilamchi bo'ladi. 43 million, 143 millionga so'rab turgan. Ikkilamchi ham bormi? Telefon nomeringizni aytasizmi? 99lik 99lik 120 93 93 33. Mana yana bitta Gentra. Xo'p, aka, yili nechi buni? Yili 22 oktyabrda chiqqan. Yili 22 oktyabr. Xo'p, metani bormi? Metani bor 90 talik. 90 talik metanlar qo'yilgan. Probegi qancha yurgan? Probeg 560 km. 560 kilometr yurgan. Turamiz yaxshi holatda turibdi. Kondisionerlar bor, ABS, gidravlika, hamma narsa bor. Balonlar yaxshi holatda turibdi. Hop, salon rezin poliklar qo'yilgan, qo'yilmagan. Hop, magnitofon yo'q. Luk yo'q, mexanika korobka. Narxini qancha deyapsiz? 180 deyapman. 180 million. Ikkilamchi rekop bo'ladimi? Naqd bo'lsa, Naqdga faqat. Naqdga. Telefon nomeringizni aytasizmi? 97lik 97lik 533 533 0223. 0223. Shu telefon raqamlariga bog'lanasizlar. Bu Nexia'ni qancha deyapsiz? 70 deyapman. 70 million narx aytilyapti. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Kondisionerlari bor. Nimada yuribdi? Benzinmi, gap? Metan. Gazam benzina. Metan benzinda 100 talik balon turibdi. 100 talik balon turibdi. 278 ming kilometr yurgan. 278. 78. Oshim polni bishim qilingan. Bo'lma, kapoti, narsasi hamma tomonlama. Ikkilamchiga berasizmi? Ikkilamchiga endi beramiz agar o'tmaydi 11. O'tmaydi ikkilam. Ikkilamchiga eng kami 16 bo'lish kerak. Telefon nomeringizni berasizmi? 95lik 95lik 098 098 1963-yil. 1963 da. 963. Aka, bozoringizni bersin. Aka, Nexia'ni qancha deyapsiz? 65 million narx aytilyapti. Xo'p, metani bor. Kondisioner yo'q. Salonlar yaxshi holatda turibdi. Aka, telefon nomeringizni berasizmi? 93lik 70 070 1323. Narxini qancha dedingiz? 65 deyapti. 65 million narx aytilyapti. Aka, qancha deyapsiz Nexia'ni? Qancha narx aytyapsiz? 96 million deyapsiz. 96 million narx aytilyapti. Yili necha ekan? 2016. 2016.
Aka Nexia sizlarda? Aka Nexia qancha narx aytyapsizlar? 55 deyapmiz aka. 55 million narx aytilyapti. Yili necha? Yili 2010. 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Metanlar bor ekan. Telefon nomeringizni berasizmi? 97lik 152 21 24. Aka Cobalt qancha narx aytyapsizlar? 120 million narx aytilyapti. Yili necha? 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'p konditsionerlar bor, ABS, gidravlika hammasi bor. Aka Nexia'ga qancha narx aytyapsizlar? 62 million narx aytilyapti. Yili necha ekan aka? 2008-yilda ishlab chiqarilgan. 4 ta baloni yangi, akkumulyatorlar yangi holatda turgan ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 97lik 152 14 15. Shu nomerlarga bog'lanasizlar. Qanchaga savdo bor? 60 millionga. Sotamiz. 60 deyapsizlarmi? Qanchaga so'rashdi? 51 gami? 60 million narx aytayotgan ekan, 51 millionga so'rashibdi. Yili necha aka? 2004-yil ishlab chiqarilgan Nexia. Aka Nexia qancha narx aytyapsizlar? 70 million narx aytilyapti. Qancha savdo bo'ldi? 60 millionga so'rashibdi. Yili necha? 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Telefon nomeringizni berasizmi? Yo savdo bo'lyapti? Savdo bo'lyapti. Ha. Tak konditsionerlar bor. Metan bor. Aka Nexia'ni qancha narx aytyapsizlar? 83 deyapmiz aka. 83 million narx aytilyapti. Yili necha? 13. 2013-yil ishlab chiqarilgan. 6 super konditsioner. 1.6 super konditsioner. Toza mashina. Kraska tozami? 4 ta balon pachka. Salonlarni ham ko'rsating. Malibu rollar, salonga zaproskani tushmagan. To'p Malibu rollar qo'yilgan. Saloni. 124. Saloni yaxshi holatda turibdi. Probegi necha deyingiz? 124 million yurgan. Zaproska tushmagan. Zapaskalar ko'rinmagan. Zapaskalar tushmagan ekan. Temir metan. Bitta registrator hamma. Xo'p, narxini qancha aytyapsiz? 83 deb kelishtirib beramiz. 83 million narx aytayotgan ekan, kelishtirib beradi. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 91lik 575 575 22 25. 22 25. Aka Nexia'ga qancha narx aytyapsiz? Nexia qancha narx aytyapsiz? 60 million? 60 million narxi aytilyapti. Nechanchi yil ishlab chiqarilgan? 2011-yil ishlab chiqarilgan. $60 million narx aytilyapti. Opa, Lacetti'ga qancha narx aytyapsiz? 120 million narx aytilyapti. Yili necha? 2013-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Look. Xo'p, konditsionerlari yo'q. Metan bor, akkumulyator yaxshi holatda turibdi.
biri 6. Ochib bering. Xo'p, 90 talik metan balon qo'yilgan. Xo'p, zapas balonlari ham normal holatda turibdi o'rtacha. Narxini qancha dedingiz, opa? 120 kelishamiz uka. 120 million narx aytilyapti. O'zim haydaganman, o'zim sotaraman. Telefon nomeringizni berasizmi? 91lik 91lik 075 075 25 73. 25 73. Shu telefon nomerlariga bog'lanasizlar. Aka, Nexia'ga qancha narx aytyapsizlar? 70 million. 70 million narx aytilyapti. Yili necha? 2009-yil ishlab chiqarilgan. Telefon nomeringizni berasizmi aka? 99lik 670 66 46. Qanday bo'lyapti? Aka, Cobalt'ga qancha narx aytyapsizlar? 128 aytyapti. 128 million narx aytilyapti. Yili 2015 3-pozitsiya. 2015-yil ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya. Kondisionerlar bor. Xo'p. 4-pokoleniya propan. Propan ekan. Tushunmay qoldim. 90 talik metan balonlari, zapaska balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Aka, telefon nomeringizni berasizmi? 88lik 88lik 846 846 7007. 7007. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi. O'sha chiqonlar qo'yilgan ekan. Xo'p, yana bitta qora Cobalt. Aka, yili necha ekan? 22. 2022-yil ishlab chiqarilgan. Qancha probeg yurgan? 200 km. 200 kilometr yurgan ekan. 2 oz bo'ldi chiqmagan. Xo'p, balonlari yangi, motorlari. Konditsioner bor, rol gidravlika bor, ABS, xullas hamma yog'i tayyor. Xo'p, salonlari yaxshi holatda turibdi. Polik rezinlari bor, chiqoli yo'q, sidina yaxshi holatda turibdi. Korobka avtomat, magnitofoni yo'q. Nech pul deyapsiz? 180. Qancha yurgan? 200 km. 200. 2 oz bo'ldi. Telefon nomeringizni berasizmi aka? Telefon bor hozir. 91lik 91lik 713 713 27 27 77. 77. Shu telefon nomerlariga bog'lanasizlar. Orqasini ham ko'rsatib bering. Mana orqasi juda keng. Aka, Matizga qancha narx aytyapsizlar? 40 deyapsiz aka. 40 million narx aytilyapti. Yili nechi? 7. 2007-yil ishlab chiqarilgan. Metanlari bor, ha? Ha, metan sizni to'g'ri yuradi. Metan benzin yuradi. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Taksini mashinasi, taksi, rezin poliklari bor, chiqollar ham yaxshi holatda turibdi. Boyaga chiqadi.
Aka telefon nomeringizni berasizmi? Gap keragi yo'q. Son mashina kraska petnolari bor. Son udari yo'q. Bu ko'p kerak. Kraska petnolari bor ekan, udari yo'q ekan. Aka telefon nomeringizni berasizmi? 97lik. 97lik 244 4181. Aka Matizga qancha narx aytyapsizlar? 66 million narx aytilyapti. Yil necha? 2015-yil ishlab chiqarilgan. Tozami aka, kraska. Telefon nomeringizni berasizmi? 90lik yozing. 90lik. Kim söktü? İbrahim'di mi? İbrahim nasıl söktün aka? Bunu ona aka bunu nima qilasiz? Ayta olmayman. 91lik ekan, 91lik 181 981 385. 3385. Kim numara deb so'rang. Hozir numarani beryapti aka sizga. Mana shu telefonlarga bog'lanasizlar. Aka Spark qancha narx aytyapsizlar? 75 million. Qo'y ishini. 75 million narx aytilyapti. Yili necha? 2012 aka. 2012-yil ishlab chiqarilgan. Probek Probek 250 ming. 250 ming yurgan. Metan nimalari bor ha? Bor hamma narsasi. Hamma narsasi. Ikkinchi pozisiya. Ikkinchi pozisiya. Katta bo'ladi Spark'e. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Aka diska. Ulan aka miksi berinki. Va ishlarga bor. Va Tesla maydafonlari bor mana. Telefonlar qo'yilgan. Mana hamma narsasi va patologlari nima polni nazorat qilingan. Holatlar qo'yilgan ekan. Telefon nomeringizni berasizmi? 97lik. 97lik 841 841 90 90 84. 84. Zokir akasi. Zokir akaga bog'lanasizlar. Aka Damas qancha narx aytyapsizlar? Aka Damas qancha narx aytyapsizlar? Ha? Qancha narx aytyapsizlar? Qancha narx berdingiz? 105 dedim. 105 million narx aytilyapti. Yili necha? 2021. 2021. 105 million narx aytilyapti. Aka Damas qancha deyapsiz? 112. 112 million narx aytilyapti. Yili necha? 23. 23. Telefon nomeringizni berasizmi? 91lik 902. 91lik 902 1374. 1374. Shu nomerlarga bog'lanasizlar. Yana bitta Damas. Aka, Damas qancha narx aytyapsizlar? 115 debdi. 115 million narx aytilyapti. Yili necha? Yili 23. 23-yilda ishlab chiqarilgan. Chiqqaniga 15 kun bo'libdi. Probegi qancha? Qancha yurdingiz 15 kunda? Probek ha. 5 probeg. Kanal bor. Yaxshi holatda turibdi. Qaysi kanal ekan bu? Bahodiruz. Bahodiruz? Ha, xo'p, salonlari yangi holatda Hech qayerda turibdi. qilingan yo'q. Degan zavod. Telefon nomeringizni aytasizmi? 99lik. 99lik 041 041 80 90. 80 90 shu nomerlarga Sho'rchi ozodli mashina. bog'lanasizlar. Sho'rchi Sho'rchi ozodli mashina. ozodli mashina ekan. Mana yana bitta Damas sotiladi. Xo'p, aka buni yili necha? 23. 23-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, necha probeg yurgan? 700 kilometr. 700 kilometr holi yangi ekan. Salonlari yaxshi
vobshe yangi holatda turibdi. Eng qiziq narxida-da buni aka, narxini qancha deyapsiz? Narxini aka 120 deyapmiz. 120 million narx aytilyapti. Telefon nomerlar. Shu nomerlarga bog'lanasizlar. 109 savdo bo'ldi. 109 ga savdo bo'libdi. Bu Damas yili necha ekan aka? 23. Bu ham 23 ekan. Bu narxini qancha deyapsizlar? 120. 120 bilan narx aytilyapti. Xo'p, chihol, polik hamma narsa qilingan ekan. Salonlar va shu zo'r holatda turibdi. Telefon nomeringizni aytasizmi? Mana shu telefon nomerlariga bog'lanasizlar. Aka, Cobalt qancha deyapsizlar? Qancha narx aytyapsiz aka? 135 million narx aytilyapti. Qanchaga so'rashdi aka? 132 ga so'rabdi. Yili necha? Yili 2019-yil ishlab chiqarilgan Cobalt. Aka sotildimi? Aka labo qancha deyapsiz? 110 ga sotildi. 110 ga sotildimi? Yili necha? 23-yilda ishlab chiqarilgan 114 millionga sotildi. 114 millionga sotilibdi. Xo'sh, Malibudan boshlab Labogacha bu Damaslar, Cobaltlar, Spark hamma mashin bu. Avtokredit qilib beramiz ikkilamchiga. Xo'sh, yilli 24%. Cobaltlar mana 32 millionga chiqib ketadi Cobaltlar. O'yiga necha bilan tushadi? O'yiga 3 million 800 lardan chiqib ketadi. 4 yilgacha. 4 yilga 4 million 500 dan chiqadi. 3 yilgacha. 3 yilga 5 million 100 dan chiqadi. Qanday hozir 3 million 800 dan chiqadi, keyin 3 million 300 dan chiqadi. O'rtasida necha pul raznica bo'ladi oylik to'lovga? Endi yiliga qarab chiqarib beramiz aka, puliga qarab, yiliga qarab. 12 oy qarang. Hisoblaganingizda necha pulda raznica qiladi? Bu Malibu mashinamiz 19 ga 20, narxi 300 million, kraska toza, 1.5 turbo motor, benzin tanlamaydi, gazda ham yuradi. Kraskasi top toza. Damazlarimiz ham bu 115 millionga avtokredit ikkilam chiqib beramiz. Manzilimiz Dino Shoh bekati, telefon raqamlar 90 265 13 10. Boshvar mana uni. Hech pul deyapsiz aka? 300. Salonlari. Yili necha bo'ladi? 19 ga 20. Salonlar vobshe ideal holatda. Panorama look bor. Pravega qancha aka? 100 ming. 1.5 tur Ketdi. xohlasalaring 23 yangi pachka Damazimiz bu. Narxi 120 million. 120 million. Bosh to'lov 27,5 million. Oylik to'lovi 4 million 400 dan chiqadi. Agar 5 yillik qilsangiz 30 million pul ketadi. Oylik to'lovi 3 million 300 dan chiqadi. Shu boyagi telefon nomerlariga bog'lanadi. Aka, Cobaltga qancha narx aytyapsiz? 175 million narx aytilyapti. Yili necha ekan aka? 23-yil ishlab chiqarilgan. Telefon nomer berasizmi? 88lik 88lik 500 500 30 00. 30 00. Shu telefon nomerlariga bog'lanasizlar. Aka, Max qancha sotildi? Qanchaga oldilaringiz? 43 millionga oldilaringiz. Yili necha? 2012-yil ishlab chiqarilgan 43 millionga sotilibdi. Aka, Damas qanchaga oldilaringiz?
Aytmadi. Aka qanchaga oldingiz? Lasetdan. Ha, nechidan qaytdingiz? 86 million. 86 milliondan qaytibdi. Yili nechi? 2011 yil ishlab chiqarilgan. Telefon nomeri berasizmi? 97lik 550 2201. Aka Gentra yili nechi ekan? 2018. 2018-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, necha probeg yurgan? Bu probegi 113 ming. 113 ming yurgan. Xo'p, metan, kondisioner, Kondisioner ishlaydi. kondisioner ishlaydi, avtomat korobka, xo'p, lyuk bor. Chixol qo'yilmagan, poliklar, avtomat korobka va mana bunday magnitofonlar bor ekan. Xo'p, Malibu rol qo'yilgan. Salonlari вообще ideal holatda turibdi. Aka, narxini qancha deyapsiz? Narxini 150 million. 150 million narx aytilyapti. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Telefon nomeringiz? 99lik 99lik 334 334 0707. 0707. Shu nomerlarga bog'lanasizlar. Metan gaz ballonlari bor ekan. Bonusga chiqadi. Boy variant. Metan gaz ballonlari hamma narsasi bor. Ayting boy variant. Xo'p, yana bitta Damas sotiladi. Aka, buni yili necha? 2020-yil ishlab chiqarilgan Damas. Xo'p, chixollari qo'yilgan, yaxshi holatda turibdi. Magnitofonlar 5 ming yurgan. hamma narsasi yaxshi holatda turibdi. 55 ming kilometr yurgan. Narxini qancha deyapsiz? 80 deyapmiz aka. 80 million narx aytilyapti. Qanchaga bermadingiz aka? 60 ga bermayapmiz. 60 millionga berilmadi. Telefon nomeringizni aytasizmi? 99lik 99lik 108 108 34 44. Aka, Nexia yili necha? 2015-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, necha kilometr yurgan? 128 ming kilometr yurgan. Metanlari bor. Xo'p, magnitofonlar bor. Salonim volumenli holatda turibdi. Ja, yaxshi emas, volumenli holatda turibdi. Balonlari ham volumenli holatda turibdi. Hamda saka diskalar qo'yilgan. Narxini qancha dedilaringiz aka? 80 million. Qanchaga bermadingiz? 72,5 million bo'libdi, savdo bermabdi. Telefon nomeringizni berasizmi? 99lik 241 5006. Shu nomerlarga bog'lanasizlar. Kraska petnolari Kirloshlangan, sepilgan bitta. faqat kriloda bor ekan petno. Aka, Nexia uchun qancha narx aytyapsiz? 130 million narx aytilyapti. Yili necha? 2019-yil ishlab chiqarilgan. Aka, Nexia'ga qancha narx aytyapsizlar? 2010-yil ishlab chiqarilgan 75 million narx aytilyapti. Qancha savdo bo'ldi aka? 65 million savdo bo'libdi. Kraskalari tozami? Petnolari bor ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 91lik 720 229 23. Shu telefon nomerlariga bog'lanasizlar. Xo'p, Captiva sotiladi. Xo'p, aka, buni yili necha? 2013. 2013-yil ishlab chiqarilgan. 3-4 qilingan. 3-4 qilingan. Xo'p, yili necha? 2013, probegi 164 ming bo'lgan halol. Salonlarni ham ko'rsatib qo'yadi. Odatda korobka motorda hech qanday muammo yo'q. 4 ta balon qo'yganman. Nexia 7 ming. 4 ta balon qo'yilgan ekan.
Xo'p, salonlari Toshkentdan olib kelganlar ikkinchi qo'l o'zi. qo'shimcha chiqinlar qo'yilgan ekan. Salonlari вообще ideal holatda turibdi. Avtomat korobka, lyuk bor. Metanda yuribsizmi aka, nimada yuribsiz? Propan. Masalan, motorni ziyon bo'ladi ekan shu. Propanda Hozir ochib ko'rsataman sizga. Propanda joylashib ikkita vant qo'ydim. Mana ikkita vant qozon qo'yilgan, shu qaqillamaslik uchun. Ustida krishkasi mana u qo'yilgancha tushmaydi. Uni olib qo'yganman. Uniki bo'lsa, bunaqa beraman, uyda turibdi. O'nta bilan 80 kilometr yurib beradi. Benzin zo'rab 80 km. Boshim toza, hamojon, faqat mana shu kapot ichiga ozgina petnosi bor. Rossiyada yurgan. Narxini qancha dedingiz? 20 ming deyapman, kelishtirayotgan joyiga bo'ladi. Telefon nomeringizni aytasiz? 91lik 91lik 900 900 9005. 9005. WhatsApp'im ham bor arkadaşlar. Shu telefon nomerlariga WhatsApp ham bor ekan. Shu telefon nomerlariga bog'lanaverasizlar. Denovda mashinalar juda ko'p, mana yo'llarga chiqib ketgan. Akalar, mehnatimizni qadrlab, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yingizlar, iltimos. Boysundan kelyapman, shu Denov mashin bozorida video qilaman deb. Mehnatimizni sal qadrlab qo'yishni iltimos qilar edim. Pul bor ekan. Bozor, eski bozor. Aka, Cobalt qancha narx aytyapsiz? Bu taksi bu. Ha, Taksi bu. sotilmas ekan. Bozor yok, bozor eski bozor. Aka, Cobaltga qancha narx aytyapsizlar? Cobaltga qancha narx aytyapsiz? 2015 130 million narx aytilayotgan ekan. Yili nechi deymiz? 2015. Telefon nomeri aytasizmi? 97lik 847 55 01. Rahmat aka. Bozorlaringiz bo'lsin. Xo'p, kondisionerlar bor. Metan bor. ABS gidravlika hamma narsasi bor. Mana Cobalt 150 million narx deyapti. qo'yilgan ekan. Aka, Maxus qancha narx aytyapsiz? 35 million narx aytilyapti. Nechanchi yil ishlab chiqarilgan? 2004-yil ishlab chiqarilgan. Necha yurgansiz? Telefon nomeringizni aytasizmi? Telefon nomerlarini berishmadi. Aka, Jiguliga qancha narx aytyapsiz? 20 million narx aytilyapti. Nechanchi yil ishlab chiqarilgan? 84-yil ishlab chiqarilgan. Motor 11 ekan. Hop, metanda yuribsizmi? Propanda yurgan ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 90lik 375 3008. Salonlari. Salonlar, motorlar hamma joyi zo'r, korobka zamonlar yaxshi. Garantiya 100%. Yana savdolashib bo'ladi oladigan kishi. Aka, Nexia qancha narx aytyapsizlar? 45 mi? 55 mi? 45-50 million narx aytilayotgan ekan. Yili necha? 99-yil ishlab chiqarilgan ekan. Ha, necha krug yurgan aka? Telefon nomeringizni berasizmi? Ha, siz olyapsizmi? Savdo bo'layotgan ekan.
Aka Cobalt qancha narx aytyapsizlar? 100 million deyapmiz aka. Yili necha? Yili 2013. 2013-yil ishlab chiqarilgan 100 million narx aytilyapti. Is konditsioner, hop gidravlika bor, ABS bor. Birinchi pozitsiya. Savdo bo'layotgan ekan.